Ruletim o'xshamaydi deydigan qizlarni umuman tushunmayman. Chunki rulet bu eng oson tayyorlanadigan va juda ham kam xarj bo'lgan shirinlik. Bu videoni saqlanib qoling, men sizga eng oson tayyorlanadigan bananli ruletni o'rgataman. Toza va quruq idishimizga 3 dona tuxum, 4 osh qoshiq shakarni solib, oppoq bo'lgunigacha ko'pirtiramiz. 2 osh qoshiq o'simlik yog'i va 2 osh qoshiq sutni solib, yengil aralashtiramiz. Elakchamizga un va razrixlitselni solib, 2 ga yoki 3 ga bo'lib elakdan o'tkazamiz va tepadan pastga qilib sekinlik bilan aralashtiramiz. Pergament solingan yoyiq listimizga solib tekislaymiz va 180 gradusda qizigan duxovka pechimizda 15 daqiqa pishirib olamiz. Rulet shaklida o'rab, ustidan nam sochiq yopib, sovitish uchun olib qo'yamiz. Oddiygina onsongina krem uchun esa 45% 200 gram qaymoq va 2-3 osh qoshiq varyoniy molokoni qattiq bo'lgunigacha ko'pirtiramiz. Sovigan biskvitimizni ozginagina sut bilan propitka qilamiz va kremimizda bir tekisda surib chiqamiz. Xohishga ko'ra esa ichiga banan to'rab yubordim. Siz xohlagan mevalardan, yong'oq, shokoladlardan foydalansanglar bo'ladi. Endi esa ruletimizni zich qilib o'rab, bir kechaga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Ustini esa xohishga ko'ra bezatib olamiz. Retsept foydali va tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Yoqqan bo'lsa bittagina like bosib qo'yib, rulet pishirishni bilmaydigan dugonangizga jo'natib qo'ying.